Tefsirim Muyesser. Al-İmran Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tevrat bilen İncil'den ibaret samavi kitapның igilleri. Sizler nim üçün öz kitabыңlarda Muhammed aleyhisselamның ahir zaman peygamber ekanligi ve onunğa kelgen dinning haq ekanligi to'g'risida Allah nazil qilgan oyatlarni bilib turib inkor qilasizlar. Tevrat ve İncil'den ibaret samavi kitap egilleri. Nim üçün kitabыңlardagi haqiqatni öz qo'linglarda o'zgartib yezib olgan saxta ma'lumotlarga almashtirasizlar. Nim üçün Muhammed aleyhisselamның dinining haq ekanligini bilib turib, uning kitabыңlarda bayon qilingan sifatlarini va bishoratlarni yo'shirasizlar. Yahudilardan bir turkum kishilar Muhammedga nazil qilingan dinga etgin iymon etib, kechqurunlikqa yenib elinglar. Shunday qilsanglar, mu'minlar o'z dinida shak shubhaga tushib, uningdan yenib ketishi mumkin. Sizlar dininglarga ergishib, Yahudi bo'lgan kishidan boshqasiga qat'iy ishonmanglar, dedi. Payg'ambar, ularga aytqinki, sheksizki hidoyat va tavfiq Allah'ның to'g'ri iymonga hidoyat qilishi va muvaffaq qilishidir. Yahudilar yana sizlar biladigan ma'lumotlarni musulmonlarga oshkor qilmanglar. Bo'lmasa, ular sizlardan o'rganib olib, ilmda sizlar bilan barobar bo'lib qoladi. Ular sizlarning oldinglarga o'tib ketadi yoki ular qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlarga qarshi dalillarni keltirib, sizlarni yengib oladi deyishadi. Payg'ambar, ularga aytqinki, fazli karam, ata ihson va hamma ish Allohning ilkida va boshqurishi ostidadir. Allah uni o'ziga va o'zining payg'ambariga iymon etgan kishilar ichidan xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli karami keng va ilmi cheksizdir. Allah'ның ilmi ve ata ihsani onunğa tegishlik bo'lgan barliq maxluqotni o'z ichiga oladi. Allah payg'ambarlikni va hidoyatni bandalardan o'zi xohlagan kishiga xos qiladi va uningga eng mukammal shariatni ato qiladi. Allah keng fazli karam va sonsiz ata ihson egisidir. Ahli kitobdan bo'lgan Yahudilarning ichida ko'p pul mol omonat qo'ysangmi, uni sana xiyonat qilmay qaytirib beradigan kishilar bor. Yana ularning ichida bir dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida tikilib turmoqcha, uni sana qaytirib bermaydigan xiyonatkor insonlarmi bor. Bu ulardagi buzuq aqidaning sababi bilan bo'lgan bo'lib, ular arablarning pul melini yo'lsizlik bilan yevilishni halol sanaydi. Ular bizning dinimizda bo'lmaganlarning pul meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh uni bizga halol qilib bergan deydi. Bu Allohga to'qilgan o'p-o'chiq yolg'ondir. Ular o'zlarining yolg'onchi ekanligini bilib turib, Alloh nomidan shundoq yolg'onni to'qiydi. Amaliyat hargizmi u kazzoblar gumon qilgandek emas. Haqiqiy taqvodor odam omonatni ado qilish, Allohga va uning payg'ambariga iymon etish, uning shariatiga amal qilish, Allohdan qo'rqish, uning amr farmonlariga itoat qilish, to'sqonlardan yenish orqali Allohga bergan ahdisiga vafo qiladi. Alloh kufrdan va mushriklikdan saqlanadigan taqvodor kishilarni do'st tutadi. Allah peygamberlerge nazil qilgan kitaplarda buyurgan emir fermanlarni dunyoning arzimas manfaatlarga oldinib o'zgartib etadiganlarga kelsak, oxiratda ularning mukofotdan va yaxshilikdan hech bir nasibisi bo'lmaydi. Allah ularga ularni xush qiladigan biror so'zmi qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni kufrdan va gunohdan poklamaydi. Ularga dardlik azob bor. Yahudilardan bir turkumi Tevratda bo'lmagan narsalarni sizlarning Alloh nazil qilgan Tevratda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini to'lg'ab turib o'qiydi.
va bu Alloh tarafidan Musoga kelgan vahiydir deydi. Halbuki u Alloh tarafidan vahiy qilingan emas. Ular dunyolik manfaatni ko'zlab, o'zlarining yolg'onchi ekanligini bilib turib, Alloh nomidan shundoq yolg'onni to'qiydi. Alloh biror insonga kitobni nozil qilgan, uningga kishilarning orasida hukm qilish huquqini bergan va uni payg'ambar qilib tanlagandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib mang ibodat qilinglar deyishi mumkin emas. Aksicha u sizlar Allohning kitobini o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan ekansizlar, faqih, ya'ni shariat ahkomlarini to'liq bilguchi ulamo va hukmolardan bo'linglar deydi. Ularning ichidan hech birining sizlarni Allohni qo'yib farishtalarni, payg'ambarlarni iloh qilib olib, ularga cho'qinishga buyurishi mumkin emas. Ey insonlar, payg'ambar sizlarni musulmon bo'lguninglardan keyin kufrlikqa buyurumdi. Ey payg'ambar, shuni esliginki, o'z vaqtida Alloh payg'ambarlarning hammasidan men sizlarga kitobni va hikmatni ato qilsam, ondan men tarafdan sizlarga o'zinglardagi shu kitobni isbotlag'uchi payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar va cho'qim yordam berishinglar kerak deb chin ahd olgan edi. Alloh bu ahdamni itrof qilib qabul qildinglarmi deganda, ular itrof qildik va qabul qildik degan edi. Ondan Alloh, undaqda bir-biringlarga guvoh bo'linglar, o'z ummatinglarga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan billa sizlarga va ularga guvoh bo'lg'uchilardanman dedi. Buning bilan Alloh barliq payg'ambarlardan Muhammad alayhissalomga ahd olgan bo'ldi va payg'ambarlarmu o'z ummatlaridan ahd olgan bo'ldi. Mushu bayondan va Alloh payg'ambarlardan olgan mushu ahdi misoqdan keyin kimki islom da'vatini qabul qilishdan bosh tortadigan, mundaqlar Allohning dinidan va Allohga itoat qilishdan chetnab ketganlardir. Ahli kitobning ichidagi ashu fosiqlar Alloh Muhammad alayhissalomga nozil qilgan islom dinidan boshqa bir dinni talab qilyapti. Halbuki osmonlardagi va zamindagilar mu'minlarga o'xshash ixtiyoriy ravishda yoki kofirlarga o'xshash beshiga qattiq kunlar kelganda ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysunadi. Shuningdek, koinotdagi jonliq, jonsiz har narsa Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Barliq mavjudot Allohning dargohiga qaytariladi. Alloh ularning har biriga o'z amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Bu Allohning barliq insonlarni Allohning dargohiga islom dinidan boshqa dinga e'tiqod qilgan holda berishining xatiridan ogohlantirishidir. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik va uningga itoat qilamiz. Bizning Allohdan boshqa Rabbimiz yo'q. Uningdan boshqa ma'budimiz yo'qdir. Alloh bizga nozil qilgan Ibrohimga, uning o'g'li Ismoil va Ishoq qatorliqlarga, Ishoqning o'g'li Yaqubga, uning naslidan kelgan payg'ambarlarga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavrotga, Isoga berilgan Injilga va Alloh boshqa payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblarga iymon etdik. Iymon etishda Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Biz faqatla Allohga itoat qilish orqali uningga bo'ysunguchilarmiz. Uning ilohlikda, ma'budlikda yagona ekanligiga chin e'tiqod qilamiz. Uning o'ziga ibodat qilamiz. Kimki islomdan boshqa dinni talab qiladi ekan, uning dini qat'iy qabul qilinmaydi. U oxiratning ne'matlaridan mahrum qilish bilan ziyon tortadiganlarning qatoridan bo'ladi. Islom Allohning bir ekanligiga chin e'tiqod qilib, uning amr farmonlariga itoat qilish orqali uningga bo'ysunish, uningga ibodat qilish, payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhissalomga iymon etib, uning yo'liga ergishish, uni chin dildan so'yish deganlikdir.
Muhammed aleyhisselamga iman etgan, onun haq payg'ambar ekanligiga, u Allah tarafidan elib kelgan dalil isbot va mo'jizlarning rost ekanligiga, onunga kelgan dinning haq din ekanligiga guvohlik bergandan keyin hammani inkor qilib kafir bo'lgan qavmni Allah qandoqmi hidoyat qilsin. Allah bundaq iymonning o'rniga kufrni tanlagan, haqiqatdan yuz o'rib ozg'unlikni o'ziga ravo ko'rgan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ashu zolimlarning jazosi Allohning, farishtalarning va barliq insonlarning la'natiga uchrashdir. Ular Allohning rahmatidan yiroq qilingan kishilardir. Ular dozoqda mangu qoladi. Ulardan azob qat'iy yengillitilmaydi. Azroqmi kechiktirilmaydi. Ularning hech bir o'zrsi qabul qilinmaydi. Faqat kafir bo'lib, o'ziga zulm qilgandan keyin samimiy tavba qilib, Rabbining diniga qaytgan. Burun qilgan yomon amallarni tavba bilan tuzatgan kishilar buningdan mustasno. Allah ularning tavbasini qabul qiladi. Allah bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga bekmu mehribondir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'limalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.